Bugun sizlar bilan avtosaleslik darajasiga erishish yo'llarim mavzusida suhbatlashmoqchiman. Agar siz avtosales masterlik maqomiga erisha olsangiz, demak, Atomida mukammal muvaffaqiyat egasiga aylanganingizni anglatadi. Qaytaraman, mukammal muvaffaqiyat egasi. Bundan tashqari avtosaleslik bu siz azizlarning Atomidagi oliy maqsadingiz ham bo'lishi ham lozimdir. Shunday ekan, sizlarning shaxsan harakatingiz va ishlashingiz, intilishingiz orqali erishishingiz lozim bo'lgan oliy cho'qqi bu avtosales masterligi bo'lishi lozim. Avtosales masterligiga erishsangiz, taxminan bir oyda 1600 AQSh dollaridan 3200 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya to'lovi olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin siz albatta aytishingiz mumkin, bir oyda 24 mingdan 32 ming AQSh dollarigacha topish mumkin deb qo'yib, endi oyiga 1600 dan 3200 AQSh dollari topgan deb aytyapsan deb. Biroq shuni bilingki, avtosales masterlik bu siz azizlar o'z iqtidoringiz bilan intilishingiz lozim bo'lgan eng yuksak cho'qqidir. Qolgan darajalarchi deyishingiz mumkin. Qolgan darajalarga tabiiy avtomatik ravishda erishiladi. Misol bilan tushuntiraman. Agar siz brilliant masterga erishmoqchi bo'lsangiz, bunga faqat siz o'zingiz harakatingiz bilan erishishingiz qiyin yoki imkonsiz desak ham bo'ladi. O'z kuchingiz bilan faqat avtosales masterligiga qadar erishishingiz mumkin. Va ushbu jarayonda quyi tarmoqdagi avtosales masterligiga loyiq insonlar albatta chiqishadi. Qarabsizki, quyingizda o'ng chap tarafingizda avtosales masterlar chiqishsa, bu orqali siz tabiiy ravishda avtobrilliant masterga aylanasiz. Shuning uchun ham sizlarning o'z kuchingiz bilan chiqishingiz zarur bo'lgan cho'qqi bu avtomasterlik, avtosales masterlik. Demak, azizlar, avtosales masterligi uchun oyning birinchi 15 kunligi yoki ikkinchi 15 kunlik davrining har ikki davrida o'ng va chap taraflaringizning har birida quyi tarmog'ingizda 2,5 million PV dan yig'ilishi kerak bo'ladi. Hisoblab ko'rsak, har bir tarafingizda bir oyda 5 million PV dan yig'iladi, to'g'rimi? Xo'sh, endi agar siz avtosales masteri bo'lmoqchi bo'lsangiz, quyi tarmog'ingizda tabiiyki avtoiste'molchilar bo'lishi talab etiladi. Aynan avtoiste'molchilar shakllansagina, ular siz avtosales masterlik darajasiga erishishingiz mumkin. Avtoiste'molchilar tushunchasining sharti quyidagilardan iboratdir. Birinchidan, siz bunday iste'molchiga uning o'zi boshqalar yordamisiz Atomiy tizimida mustaqil ro'yxatdan o'tish usulini o'rgatishingiz lozim. Ya'ni, imkon qadar ularga ro'yxatdan o'tish usulini o'rgating, o'rniga qilib bermang. Agar u inson kompyuter, internetdan xabar bo'lsa, yonida turib o'rgatib turing. O'zi ro'yxatdan o'tsin. Albatta, umuman bexabar insonga uning o'rniga ro'yxatdan o'tib bersangiz noiloj, lekin imkoni boricha ro'yxatdan o'tishni o'rgatib qo'ying. Ikkinchidan, Atomiy mahsulotlari haqida ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lishi talab etiladi. Uchinchisi, Atomiy mahsulotlarni ishlatib ko'rgan va bu borada tajribasi bo'lishi talab etiladi. Ishlatib ko'rish tajribasiga ega bo'lsangiz, bemalol siz boshqalarga qarata, menda tajriba bor va men bir umr faqat mazkur atomiy mahsulotlarni ishlataman deya olasiz. To'rtinchisi, mahsulotlarni o'zi mustaqil xarid qiladigan iste'molchi bo'lishi lozim. Siz iste'molchilarga har safar o'rniga xarid qilib berib, qo'liga olib berish kerak emas. To'g'ri, ba'zan shunday qilishga ham to'g'ri kelar. Biroq mukammal avtoiste'molchi deganda mahsulotlarni o'zi to'g'ri mustaqil xarid qiladigan insondir. Mana shunday iste'molchi sizning quyi tarmog'ingizda mavjud bo'lishi lozim. Buning uchun esa sizning harakatingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarning afzalligi haqida so'zlab berishingiz kerak. Bunday iste'molchi mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri ishlatib ko'rib, muntazam tarzda xarid qilishga o'rgansa, demak, ana bunday xaridor avtoiste'molchiga aylangan hisoblanadi. Va avtoiste'molchining oxirgi qiladigan ishi bu o'z qo'shnilari, yaqinlariga mahsulot haqida so'zlab, tanishtirib berishi kerak bo'ladi. Agar bunday iste'molchi boshqalarga o'zidan bilib Atomiyni targ'ib qilsa, demak bu avtoiste'molchidir. Demak, mahsulotni o'zi ishlatib ko'rib,
undan muntazam foydalanib va shu qatorda boshqalarga tavsiya qiladigan iste'molchini biz avto iste'molchi deb ataymiz. Xo'sh, endi sizning oldingizda o'z quyingizda o'ng va chap tarafingizda avto iste'molchilarni tarbiyalashdek vazifa turibdi. Endi bunday avto iste'molchilardan necha kishidan bo'lishi kerak? Odatda bir iste'molchi 15 kundan 50 ming PV'lik, bir oyda esa 100 ming PV'lik mahsulot xarid qiladi deb hisoblasangiz bo'ladi. Masalan, qo'limdagi ushbu kosmetika mahsulotini bir inson har 2-3 oyda bir xarid qilishi mumkin. Buni xarid qilganlik uchun 25 ming PV beriladi. Xemashimda ham xuddi shunday holat. Bir quti Xemashim xaridi uchun 25 ming PV beriladi. Bundan tashqari iste'molchi yana boshqa mahsulotlari, jumladan tish pastasimi, cho'tkalarimizni sotib olsa 5 ming, 10 ming PVlar beriladi. Shuningdek, iste'molchi bu mahsulotlarni faqat o'zi emas, balki oilasi bilan birgalikda ishlatadi. Kelib chiqadiki, agar bir oilada 2 ta qiz bo'lsa, bir oy ichida ular evening care mahsulotini ishlatib tugatadilar. Hisoblab ko'ramiz, bir oila bir oyda evening care to'plami va Xemashim sotib oldi va bu umumiy hisobda 50 ming PV bo'ladi. Boshqa mahsulotlarni ham olishsa, yana 50 minglik PV xarid qilishgani rost bo'ladi. Natijada atomiy haqida bilimga ega bo'lib, ongli ravishda mahsulotlarni xarid qilishga o'rgangan iste'molchining oilasi bir oyda kamida 10 ming PV'lik mahsulot xarid qilishga o'rganadi. Xo'sh, endi oyiga 100 ming PV'dan xarid qiladigan iste'molchi bo'lsa, sizga oyiga 5 million PV'lik yig'ilishi uchun iste'molchi avto iste'molchilardan 50 kishi kerak bo'ladi. Demak, siz a'zo qilgan partnyorlaringiz orasidan yuqori aytib o'tilgan avto iste'molchilar soni 50 kishini tashkil etsa, demak siz avto sales masterlik darajasiga erisha olasiz. Xo'sh, agar bir kishi 15 kunda 50 ming PV yig'sa, bundaylardan quyingizda 50 kishi bo'lsa, yarim oyda siz 2,5 millionlik PV yig'iladi va sizning avto sales masteri bo'lishingizga zamin yaratadi. Endi o'ylab ko'ring, bu avto iste'molchilar qaysidir oyda 6 minglik PV yig'ib berishlari, boshqa bir oyda esa 3 minglik PV yaratib berishlari mumkin. Shunaqa emasmi? Shu sababdan ham zaxirasi bilan hisoblab, avto iste'molchilar guruhi 100 kishiga yaqin yaratib qo'ysangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Bu orqali siz uzluksiz ravishda sales masterlikni yoqlaysiz va tabiiy ravishda avto saleslikka chiqib keta olasiz. Shunday qilib, o'ng va chap tarafingizda 100 tadan umumiy 200 tacha avto iste'molchi partnyorlar guruhi yarata olsangiz, siz bir oyda $1600 dan $3200 topa olasiz degan avto sales masterlik maqomiga erisha olasiz. Agar shu qadamgacha yetib bora olsangiz, demakki siz atomidagi mukammal muvaffaqiyat qozongan insonga aylangan bo'lasiz. O'ylab ko'ring, agar siz sayohatga jo'nab ketsangiz ham quyidagi iste'molchilar sharofati bilan 1600-3200 AQSh dollarini shundoq topasiz. Yana siz davolanish uchun kasalxonaga yotsangiz, biroq avto iste'molchi quyi a'zolaringiz tufayli siz davolanish davrida ham hech ish qilmay 1600-3200 AQSh dollar topasiz. Bunday holatda kimdir atomini tashlab ketadimi? Albatta yo'q, to'g'rimi? Endi qizig'i, aynan shu davrdan boshlab atomiy biznesining eng qaynoq nuqtasi boshlanadi. Tabiiy ravishda siz hammaga atomiy haqida so'zlab berishni boshlaysiz. Xo'sh, men oyiga 1600-3200 AQSh dollari atrofida topyapman. Quyidagi a'zolarimchi, ularda bu son nolga tengmi? Aslo yo'q. Sizning quyi tarmog'ingizda partnyorlaringiz ham har xil 160, 240, 400 AQSh dollardan topishayotgan bo'ladi. Shuni bilingki, har bir oila budjetiga bir oy ichida qo'shimcha 400 AQSh dollarining kirishining o'zi bu katta voqelik hisoblanadi. O'sha oilaning ijtimoiy sharoiti yaxshilansagina jiddiy turtki bo'ladi. Tasavvur qiling,
oddiy bir xonadon har oyda odatdagidan ko'ra 400 AQSh dollariga ko'proq miqdordagi bozorlik qiladi. Bu xonadon dasturxoniga to'kinlik, sochinlik olib kiradi, shundaymi? Bu orqali o'sha xonadon vakillarining hayot darajasi katta miqdorda yaxshilanadi. Agar har bir xonadonning oylik daromadlari oyiga odatdagidan 400 AQSh dollaridan ko'proq bo'lsa, bu xonadon keyinchalik o'z kvartirasining kattaligini ham kengaytirishi mumkin bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham. Endi tasavvur qilib ko'ring, sizning quyi tarmog'ingizda 200, 500, 600 dollar topayotgan insonlar xuddi sizdek oyiga 1600, 3200 AQSh dollari daromad topish uchun intilishi boshlaydilarmi, yo'qmi? Albatta intiladilar. Qiziq tizim, to'g'rimi? Avval boshda yirik miqdordagi daromad topish unchalik ham qiziq emas axir. Biz bu biznesda ertalab ishga kech qolish yo'q. O'zingiz istagan vaqtda atomiy bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bu biznesda pul tikib qo'yib kuyib qolmaymanmi degan risk yo'q. Demak, odamlar o'zlari tabiiy qiziqib bu faoliyat bilan shug'ullanadilar. Shuning uchun aytmoqchimanki, After Sales masterligiga shu maqomga chiqa olsangiz, siz keyingi statuslarga tabiiy avtomatik tarzda yetisha boshlaysiz. Agar siz maqsadingizni oyiga 24 ming, 40 ming AQSh dollari ishlash deya olis manzilni ko'zlasangiz, bilmadim, bu bilan o'zingizni boshidan qiynab qo'yasiz-ku axir. Biroq maqsadni oyiga 1600 dan 3200 AQSh dollar deb o'rnatib qo'yingizda 100 dan 100 va 100 dan 100 dan avtoiste'molchilar bo'lsin. Atrofda eshitasiz, kimdandir quyisida bir necha ming a'zo, kimningdir quyisi tarmog'ida esa bir necha 10 minglab a'zosi bor. Menchi deya savol berasiz. Biroq quyingizda 100 tadan avtoiste'molchi yaratish eplasa bo'ladigan ishdir. Lekin sizning chegarangiz shuni ko'ryapmanki, hatto 100-200 ta odamni ham quyingizga yozdirishga qiynalayotganlarga o'xshaysizlar-a. Shuni bilingki, 100-200 kishini quyingizda yaratish uchun o'zingizning maxsus qoidangiz mavjud. Bu ish qiyin emas, chunki yolg'iz o'zingiz 100-200 kishini quyi tarmoqlaringizga a'zo qilishingiz imkonsiz deganidir. Men ham shaxsan o'zim yolg'iz quyi tarmoqlarga 100-200 kishini yozdira olmayman. Nega aytaymi? Kompaniyani ilk tashkil etgan davrimda odamlar bilan uchrashib marketing rejasini tushuntira boshlaganman. Asosan uchrashuvlarda shunday derdim: biz atomiy kompaniyasimiz, mana shunday mahsulotlarimiz bor va kompaniyada tadbirkor a'zo bo'lib pul topishingiz mumkin. Endi javob bering. O'shanda taxminan necha kishi mening so'zlarimga ishonib orqamdan ergashgan deb o'ylaysizlar? 17 kishi atigi. Yo'q, 17 kishi ham chiqmagan o'shanda. Chunki o'sha 17 kishi kimlar edi? O'rdak go'shti pishiradigan Royal Master Park Jong-suning restoranida o'sha safga qo'shilganlardan shu restoranga oziq-ovqat, xom ashyosi yetkazib beruvchi Chivigyu Jong Crown Master ham bor edi. Uni kim olib kelganda? Albatta janob Park Jong-su. Bundan shuni aytmoqchimanki, menga 100 kishidan topib kel deyishsa, o'zim shaxsan buncha odamni topib kela olmayman albatta. Chunki o'zim shaxsan yuzlab odamlarga qo'ng'iroq qilib, kompaniyada haqida tushuntirganman. Seminarga shaxsan taklif qilganman. Biroq ular orasida kelgan insonlar soni bor yo'g'i bir necha kishini tashkil etgan xolos. Ammo o'sha uchrashuvga kelgan 16 nafar insonlar keyinchalik tez orada 500 ming kishilik a'zolar jamoasini yarata olishgan. Faqatgina o'zingiz yaxshi bilgan atrofingizdagi bir necha insonni siz atomiga olib kelishingiz mumkin bo'ladi. O'ylangchi, ularning hammasi ham sizning so'zingizga kiradimi, yo'qmi? Albatta yo'q. Aynan hozir 160 ming AQSh dollari bor bo'lsa, do'kon ochib savdo sotiqdan katta daromad olsa bo'ladi. Bundaylar kelib atomiy bilan shug'ullanadimi? O'ylaymanki yo'q. Albatta uning bu biznesi kasodga uchramasagina bo'ldi. Agarda biz va siz bunday insonlarga tushuntirish uchun kechasi bilan tayyorgarlik ko'rib chiqib, ertasi kuni borib atomiy bilan shug'ullan desangiz, u yo'q desa, sizning reaksiyangiz tabiiyki men shunday javob bo'lishini kutgandim bo'ladi. Lekin u odam hozirda siz bilan atomiyda ishlash niyati yo'q yoki sharoiti bo'lmaganligi uchun atomiyda ishlagisi kelmayapti. Shunday emasmi? O'ylab qolasiz, atomiy biznesi menga to'g'ri kelmas ekan deb. Lekin hamma o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak, to'g'rimi? Kimdir davlatni boshqarishi, boshqa birov maktablar qurish kerak. Shunday ekan, atomiy bilan ham har jihatdan vaziyati, xarakteri to'g'ri keladigan odamlar shug'ullanishadi.
va siz o'sha mos insonlarni qidirib topishingiz lozimdir. Yana shuni ta'kidlaymanki, boshqalarga har safar bor energiyangizni sarflab tushuntirsangiz, bu sizning kuchingizni olib qo'yadi. Shu sababli ham siz odamlarga hech ikkilanmay mazkur biznes turi mavjudligini tushuntiring va shu tushuntirishingiz asnosida kerakli informatsiyani bering. Odamlar orasida o'zlari qiziq, chuqurroq o'rganib oladiganlari juda ko'p. Sizdan shuni talab qilinadigan narsa ba'ziviy tushuntirish va tanishtirish ekan. Buning eng oson va foydali usuli o'z partnyorlaringizni One Day seminar yoxud Muvaffaqiyat akademiyasi tadbirlariga tomosha qilishga olib kelishdir. Agar ular mazkur tadbirlardagi ma'ruzalar mazmuniga tushunishmasa, soatlab tushuntirib o'tirmang. Kuchli mazmunli gaplar bo'ldi. Men ham uncha tushuna olmay qoldim. Sen o'zing bu mazmunlar ma'nosini mustaqil o'rganib chiqishga harakat qilib ko'rding. Agar ular o'zlari mustaqil harakat qilmasalar, demak siz bunday a'zolar bilan uzoq muddat ishlash va ishlamaslik haqida bosh qotirishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bir qatorda partnyorlaringiz orasidan men qidirgan narsa aynan Atomining tizimiga o'xshash biznes edi, deya ko'zlari yonadigan insonlar ham chiqib qoladi. Qo'shimcha ko'p ma'lumotlardan yana motivatsiya oladigan partnyorlar ham bo'ladi. Siz kutmagan insonlar aksincha hammadan ham ko'proq Atomiga sho'ng'ib ketishlari mumkin. O'zining bu xislati haqida o'sha shaxsni o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu biznesni bunchalik yaxshi eplay olishni o'zi ham bilmagan insonlar ham bo'ladi. O'zi ham bilmagan organizmda yashirinib yotgan qobiliyatni to'satdan namoyon qilishi mumkin bo'lgan odamlar chiqib qolishi mumkin. Misol qilib keltiraman. Bir odam Atomiy markaziga tongda hammadan oldin borib turishni niyat qilibdi va ertalabdan vaqtli o'sha Atomiy markaziga yetib boribdi. Biroq u yerda allaqachon odamlar o'tirishgan ekan. Ertasiga bugungidan ham 1 soat yana vaqtliroq yetib boribdi. Bu safar ham odamlar markazda o'tirgan emish. O'sha odam o'ylabdi va odamlar buncha vaqtli chiqmasa, keyingi kuni yana ham vaqtliroq boribdi. Odamlar o'tirishgan ekan. Buni ko'rib savol beribdi. Sizlar o'zi nechida markazga kelasiz? Javob berishdi. Biz kechadan beri uyga ketganimiz yo'q. Bu degani Atomiga sho'ng'ib markazda deyarli yashab Atomiy bilan shug'ullanadiganlar talaygina. Bu bilan shuni demoqchimanki, barchangiz bor energiyangizni bag'ishlab Atomiga sho'ng'ib ketadigan davringiz albatta bo'lishi shart. Go'yoki gulxan yoqqanda churs ovozi chiqadigandek chaqnoq bo'lishi kerak bu vaqtingiz. Agar gaplarimga amal qilsangiz, odatdagidan tezroq muvaffaqiyatga erishishingiz mumkin bo'ladi deb o'ylayman. Ha, ba'zan quyidagidek insonlar ham uchrab turadi. Siz Atomiy haqida kimgadir tushuntirasiz, lekin eshitayotgan odamingizdan ko'p umid ham qilmaysiz. Biroq o'sha suhbatdosh hammadan ham ko'ra Atomiyga qiziqish ortib ketishi mumkin. Shunday ekan, ba'zida biz Atomiyda muvaffaqiyatga erishish uchun bizning o'zimiz har tomonlama iqtidorli, notiq, suxandon bo'lishimiz kerak deb hisoblaymiz. Shu sababdan bo'lsa kerak, ko'pchilik liderlar mening shunday kamchiligim bor, shunday zaif tomonim bor, uni tuzatishim kerak deyshadi. Biroq Atomiy biznesida sizning muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sizning qobiliyatingiz hissasi 1% ni ham tashkil etmaydi. Faqatgina qobiliyatingiz va tanishlaringiz orqali Atomiyda muvaffaqiyatga erishishingiz koeffitsiyenti 1% dan ham ortmaydi. O'ylab ko'ring, yuzlab partnyorlaringiz orasida sizning tanishlaringiz soni necha kishini tashkil etarkina? Bor yo'g'i bir necha kishigina bo'lsa kerak menimcha, azizlar. Shunday ekan, barchangiz kimnidir tanishtirib, o'sha kimdir yana boshqa kimnidir Atomiyga olib kelib, ular esa sizni ro'yxatdan o'tkazishgan. Shu sababdan aytmoqchimanki, Atomiy biznesida o'zingiz shaxsiy xususiyatlaringizni o'zigina muvaffaqiyatga erishishingiz uchun yetarli emas. Shu bilan bir qatorda, agar qobiliyatliman deb hisoblasangiz, demak Atomiy bilan shug'ullanishingiz kerak. Qobiliyatingizni arzon oylikka ishga emas, Atomiy orqali yuksak muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sarflang. Lekin sizda hech qanday shaxsiy qobiliyat bo'lmasa, demak unda ham siz bu biznes bilan shug'ullanmaganingiz ma'qul. Chunki qobiliyatsiz odam yashash uchun har qanday ishga o'zini urib ko'raveradi. Agar sizda shaxsiy qobiliyat yo'q bo'lsa, agar siz Atomiy bilan shug'ullanib ko'rsangiz, tasavvur qiling, men qobiliyatsizman, omadsizman deb o'tirmaysiz.
atrofimda tabiiyki faqat omadsizlar yig'ilgan bo'ladi. Bitta qobiliyatsiz ikkinchi qobiliyatsiz insonni o'zi bilan olib keladi. Qobiliyatsizlar strukturasi yaratilib quyi tarmoqlar yasalgach, orasida bitta qobiliyatli ham inson chiqib qolishi mumkin albatta. O'sha qobiliyatli aytishi mumkin. Bu axir ajoyib biznes-ku deb. Bunaqa insonlar nafaqat shaxsiy qobiliyatga ega, balki buyuk notiq bo'lishlari ham mumkin azizlar. Undan tashqari u odam xalqaro darajada qobiliyatliga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun takrorlashdan charchamaymanki, atomiyda muvaffaqiyatga erishish mumkin. Qobiliyatsizlar nima qilish kerak? Strukturalardagi qobiliyatli insonlar chiqquniga qadar tarmoqlarni kengaytirib borishlari lozim bo'ladi. Hindlarda shunday marosim bor ekan. Ular agar yomg'ir chaqirish marosimini o'tkazishsa, albatta uning ortidan yomg'ir yog'ar ekan va ular yomg'ir yog'maguncha marosimni to'xtatishmas ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Atrofdalaringizga qarab, ularning yuz tuzilishidan bu odam atomiyga mos, bu esa mos emas degan shoshilinch xulosani qilib qo'ymang. Keling, sud jarayonini olaylik. Tashqi ko'rinishi qo'polroq ko'rinadigan insonga nisbatan sudya tomonidan shubha bilan qarash ehtimoli katta. Biroq tadqiqotlarga qaraganda, agar sudda ayblanuvchi chiroyli ayol bo'lsa, uning jazosini og'irligini kamaytirish yoki unga nisbatan jinoyatiga nisbatan yengilroq bo'lar ekan. Nega? Sababi ko'pchilik holatlarda sudyalar erkaklar bo'ladi va ular nahotki shunday chiroyli ayol shunday jinoyatga qo'l urishi mumkinmi degan umumiy fikrga og'ishadi. Shunday go'zal ayol mazkur jinoyatni qilmagan bo'lsa kerak degan xulosa bilan yengilroq jazo tayinlanadigan holatlar ko'p uchrar ekan. Bu bilan aytmoqchimanki, kimnidir ko'rib, bu odam atomiy bilan shug'ullanishga mos keladi, bunisi esa mos kelmaydi deya oldindan xulosa chiqarmang. Har bir inson o'zi belgilaydi, atomiyda ishlaydimi yoki ishlamaydimi. Buni boshqacha qilib o'z xohishlari qonuniyati deb ataladi. Birgalikda qaytaramiz. O'z xohishlari qonuniyati. Atomiy bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmaslik kimga bog'liq? Insonning o'ziga va o'z xohishlari qonuniyatiga bog'liq. Garchi siz shu odam aniq atomiy bilan shug'ullanishi mumkin deb kechasi bilan o'ylab, taxmin qilib, ertasiga borib unga tushuntirishni boshlasangiz, u odam aksincha, nega bunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribsan deya umidlaringizni puchga chiqarishi mumkin. Biroq aksincha shu odam atomiyga unchalik mos kelmasa kerak deb o'ylaysiz. Lekin o'sha odam men aynan shunday biznesni qidirayotgan edim azaldan deya xayrixohlik bildirishi mumkin. Demak, nima ekan? O'z xohish qonuniyati ekan. Shu bilan bir qatorda odamlarga atomiyni tanishtirish bu kimning xohishi? Albatta sizning xohishingizdir. Agar siz shu qoidalarni anglab yetsangiz, sales masterligiga olib boradigan yo'lni ko'ra boshlaysiz. Unutmang, stress olmang. Lekin ko'pchilikni o'ylantiruvchi narsa bu odamlarga atomiyni qay tarzda tushuntirsam ekan degan savoldir. Ko'pchilik odamlar oldida nimani gapirsam tayinli gap bo'larkin, nimaga urg'u berishim kerak deya rost ko'p o'ylanishadi va salesga erishish buncha qiyin deyishadi. Aslida esa ular hech qanday jiddiy harakatni ham qilib ko'rishmaydi hali. Bunday odamlar suhbatdoshingiz fikr qanday bo'larkin deya tinimsiz o'ylashadi. Bunday yo'sinda ish tutsangiz, bu sizga umuman yordam bermaydi. Mening fikrim shunday, suhbatdoshingiz nima o'ylayapti, umuman bunga e'tibor bermang. Faqatgina ularga atomiy haqida qilgan biror ma'lumotni o'rtaga tashlab ko'ring. Sizni eshitib, suhbatdoshingiz o'ylashi kerak. Atomiy bilan shug'ullanishni istaydimi, yo'qmi? Siz gapirib va ularning atomiyda kelajakda ishlashi yoki ishlamasligi haqida bosh qotirishingiz mumkin. Bu foydasiz va vaqtning sarfi xolos. Shunday ekan, o'ylab o'tirmasdan suhbatdoshingiz oldida atomiy haqida ma'lumot, fikr tashlab ko'ravering. O'ylanmang. Yana ayting suhbatdoshingizda, "Yur, seminarga boramiz. Yur, atomiyga boramiz." Bormayman desa noiloj, mayli usiz boravering. Bitta odam seminarga bormayman desa, bu sizning muvaffaqiyatga erishishingizga ta'sir qiladimi? Axir hamma yoq potensial atomiy a'zolari bilan to'la bo'lasiz. Bilgan, bilmagan barcha odamlarga atomiy haqida so'zlab beravering. Barchaga atomiy haqida aytib bering. Agar ulardan kimdir qiziqish bildirsa, u inson bilan davomiy suhbat quring. Shu tarzda xotirjamlik bilan odamlarga atomiyni tavsiya qilishingiz mumkin. Seminar ham xuddi shunday. Kimdir umuman bormasligi mumkin. Boshqa kimdir esa, qani bir boraylik, bir ko'raylik, qiziq narsa bo'lsa qolar.
balki u yerda qiziq narsa chiqib qolar deydiganlar ham talaygina. Yana shundaylar ham bo'ladi. Seminarlarimiz o'tadigan So'ngisan tog'idagi zalimizni ko'rgisi kelib, sizga ergashib keladilar ham topiladi. Orangizda ham shunaqa insonlar o'tirishdi, to'g'rimi? Shunday fikr bilan kelib seminarlarni eshitib, o'zlari uchun yangi dunyo ochganlar ham talayginadir. Vaqt o'tishi uchun kelib, yangi motivatsiya olib ketadigan a'zolarimiz ham oz emas. Xulosa o'rnida aytib o'tganim kabi atomiy yaqinlaringiz va boshqalarni taniting. Atomiyda faoliyat yuritish esa nimaga bog'liq? To'ppa-to'g'ri o'z xohish va qonuniyatimizga bog'liq. Atomiyni tanishtirish kimga bog'liq? Menga va sizga. Menda odamlarga atomiy haqida so'zlab berish odatga aylanib qolgan. Biron restoranga borsam, ovqatlanib bo'lib suhbatdoshimga atomiy to'g'risida gapirishni boshlayman. Masalan, onaxon, men kosmetika sotaman, onaxon esa qanday kosmetika ekan? Men atomiy degan Koreys milliy laboratoriyasida ishlab chiqarilgan. Xabarlarda ham chiqqan bizning mahsulot juda ham arzon va sifatlidir. O'z turdagi kosmetikalardan ko'ra narxi 3 baravar arzon. Qimmat brend kosmetika ishlatadiganlar ham bizning mahsulotlarimizga mehr qo'yishgan albatta. Shunaqa tarzda so'zlab beraveraman har doim. Buning uchun menga atiga 17 sekund yetarli bo'ladi. Mana shu 17 sekundlik tanishtiruvimga nisbatan ijobiy reaksiya bildirganlar ham talaygina. Ular ha, men atomiyni eshitganman va atomiy mahsulotlarni qanday sotib olishim mumkin deb so'rashadi. Shunday qilib dialog hosil bo'ladi va qaysidir odamlar so'zlarimga hech qanday reaksiya yoki qiziqish bildirmaydilar. Mayli, farqi yo'q. Keyingi safar yana o'sha odamga borib qayta atomiy haqida so'zlab beraveraman. Demoqchimanki, ba'zan qayta so'zlab berish, tushuntirish va ular orqali ko'zlangan natijaga erishishingiz oliydir. O'ylab ko'ring, kimdir sizga nimadir tavsiya qilsa darrov borib sotib olmaysiz-ku, to'g'rimi? Odatda odamlar boshida yo'q, sotib olmayman deyishsa ham mahsulot haqida o'rganishadi, sotib olish haqida jiddiy o'ylab ko'rishadi. Birinchi safargisida sotib olmasdan atomiy haqida unuta boshlaganlarida siz yana atomiy haqida gapirasiz, ular borib yana atomiy haqida tekshirib ko'rishadi. Ularning tanishlari orasida atomiy haqida biladigan, yaxshi baho beradigan inson biron kun to'satdan chiqib qolishi mumkin. Bu orqali ularda atomiyga qiziqish rasman tasdiqlanadi. Shunday ekan, kimdir qiziqadimi yo'qmi farqi yo'q, atomiy haqida so'zlab beravering. Bilasizki, atomiy marketing rejasi bo'yicha mening eng yaqin quyi tarmog'imdagi odamdan keladigan PV miqdori bilan menda 1000 pog'ona pastdagi partnyorimdan keladigan PV miqdori bir xildir. Shunday ekan, qobiliyatli bo'lmagan inson ham atomiyda muvaffaqiyat qozonishi muqarrar. Pog'onasining pastligida yoki tepasida qat'iy nazar yoziladigan PV miqdori bir xildir. Biz shunday tizimni ishlab chiqdik. Bundan tashqari PVlar miqdori AQSh bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, dunyoning istalgan nuqtasi bo'lsin, quyi tarmog'ingizda hosil bo'lgan PVlar bir xil o'zgarishsiz sizga kelib yozilaveradi. Agar siz atomiyda avto sales masteri bo'laman degan maqsadni o'z oldingizga qo'ysangiz va o'ng, chap har bir tarmog'ingizda 100 tadan avto iste'molchilarni yarata olsangiz, shunisi yetarli. Biroq bu 100 tadan 200 ta avto iste'molchini siz yolg'iz yaratishga urinmasdan, siz qo'shgan 3-4 kishining har bir 3-4 kishini ro'yxatdan o'tkazib, zanjir bo'lib 100 kishidan avto iste'molchilar guruhini yaratishasiz va yaratilinadi. Agar mana shu 100 kishi orasidan ham avto sales masteri bo'lishni istovchilar chiqsa, siz avto brilliant masteri darajasiga chiqasiz. Avto sales partnyorlaringiz avto brilliant bo'lishganda, siz Sharon atirguliga chiqasiz. Oyiga 24 ming, 32 ming AQSh dollar topish orzusi juda ham uzoqdek tuyulsa-da, siz avto sales masteri bo'la olsangiz, qolgan avto brilliantlik va yuqori darajalarga tabiiy ravishda chiqa olasiz. Bizning atomiy tizimimiz mana shunday bosqichma-bosqich o'zingiz istagan muvozanatlangan hayotni yaratishingiz uchun imkoniyat beruvchi tizimdir. Shuning bilan bugungi mavzumuzni yakunlayman. Tashakkurlar.